Do'stlar, mana qilib to'qib olish kerak. Shunda to'qmasam bo'lmaydi. Biz xombushda bu yer, o'shaning uchun to'qmasa bo'lmaydi. Qo'yaveradi. Faqat katta qo'yish kerak. Do'stlar, atkosimiz bu tomoni ham to'g'ri. Karkas tushini to'qib qo'yganmiz. Xombush bo'lgan uchun tepasini albatta lashvodik. Qo'ygan uchun endi ikki tomonini sementga shvab maylanib yamab chiqamiz. Mana do'stlar, atkosimizni ham xudo xolasa tugatdik. Tomon sementga shvoldi, tepasi albatta. Menga kimramir bo'ladi. Katta listdan yopishtiramiz. Xolasa. Endi santexnika kanalizatsiya turbalari bilan tashlab olamizda. Keyin ularni yopishtiramiz devorda, patolog qilib oxirida polni bitiramiz.